Baxtli. Ko'nglim to'ldi. To'g'risi, anchadan beri o'ylab yurdim. Radomga tayyorgarlik siz uchun nimasi bilan qiyin edi? Narsalar tanlash bilan qiyin edi, nima olishni. Endi to'g'risi bu ikkinchi farzand bo'lgani uchun juda ham qiynalmadim. Hammani Foyda do'konidagi qizlar o'zlariga yordam berishib, hamma narsani tanlab yordam berishgani uchun osonroq bo'ldi. Fogiga kirganda nimasi sizga yengillik berdi va do'konimizni kimdir tavsiya qilganmi yoki o'zingiz kuzatib borasizmi? Instagramda kuzatib boraman. Foyda do'konidan anchadan beri. To'g'risi birinchi marta kelishim. Lekin hamma narsa bor deb Instagramda ko'p ko'rganman. Shuning uchun rostdan ham keldim. Mana hamma narsa bor ekan. Hattoki sovg'alar bilan Ramazonga ham anaqa sovg'alar bor ekan. Hamma alohida gnezdo sovg'alariga ega bo'ldik. Foyda do'koni uchun katta rahmat. O'zingizni qanday his qilyapsiz hozir? Baxtli. Ko'nglim to'ldi. To'g'risi, anchadan beri o'ylab yurdim. Shuni qachon boramiz, qachon ana onalar yaqinlashgan sari shoshib qolar ekanda. Shunga qachon tezroq olsak deb shuni mana bugun ko'nglim tinchidi. Xursandman. Birinchi farzandingizga radom sumka yig'gandan bunisi nimasi bilan oson bo'ldi? Ikkinchi farzandimga yig'ishim osonroq bo'ldi, chunki opit avvalambor уже opitim bor edi. Nima kerakligini spiska qilib keldim. Birinchisida unaqa spiskalar qilmaganman. Ikkinchisida spiska qilib aynan nima kerakligini yozib kelganim uchun ham osonroq bo'ldi. O'zingiz ro'yxat qilib kelgan bo'lsangiz, ro'yxatingizdagi barcha narsani topdingizmi do'konimizda? Barchasini topdim. Hammasi topdim. Qaysi onalarga aynan fogini tavsiya qilgan bo'lar edingiz? Birinchi farzand kutayotgan onalar uchun shu Foyda do'konini tavsiya qilardim, chunki bu yerda hamma narsa bor ekan, hattoki bozorga borib qat'iy yurish shart emas. Bitta do'konni o'zidan sarpa ham qilib, chaqaloqga hamma kiyimlarni qilib olib ketsa bo'lar ekan. Xaridingizdan mamnunmisiz? Mamnunman. Foyda do'koniga rahmat.